Yanchar quyon qamoqda 18-qism. O'tgan qismda biz sherni qamoqxonaga tashrif buyurganini va unga pioner ko'rinishida mahbuslar uchrashganini ko'rgandik. Isming nima seni, pioner? Meni ismim Pavlik. Meni yoshim 8da. Sen 8 deyapsan, lekin men bu yerda 40 ni ko'ryapman. Ha, siz yoshim 40 taligini ko'ryapsiz, lekin qamoqxonadagilar sizni aldashayotganini ko'rmayapsiz. Bu gapdan sher shokka tushdi. Qamoqxona nachalniki aksirib chalg'itmoqchi bo'ldi. Asli. Sog' bo'ling, komandir. Hech qachon kasal bo'lmang. Rahmat senga, Pavlik. Maylimi bitta chekib olsam, sal o'zimga kelardim. Boshliq oldida chekish noqulay emasmi? Dori ichsangiz bo'lardi. Ana, boshliq, ko'rishingiz mumkin bizda odob darajasini. Ha, pionerlaringizni odobi tahsinga loyiq. O'rtoq nachalnik, nima ham degan bo'lardim. Pionerlar lageri juda ham aqlli g'oya bo'libdi. Men sizni doimo kuzatib turaman. Katta rahmat, o'rtoq boshliq. Siz uchun ichamiz, sog'ligingiz uchun. Shu orada Bo'ri quyonga xat yozmoqda. Salom do'stim Quyon. Sen qamoqxonada hasharotlar boqayotgan bir paytda o'rmonda g'alati ishlar bo'lmoqda. Ayiq sal g'alatiroq bo'lib qolgan. Politsiyaga ishga kirmoqchi. Va og'ir bo'lsa ham aytamanki, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Xotining boshqasi bilan xiyonat qilib yuribdi. Men seni haqiqiy do'stingman. Shuning uchun rostini aytib bu xatni yozdim. Bu xat Yanchar quyonni qo'liga yetib keldi. U xatni diqqat bilan o'qib, g'azabga to'ldi. Tasavvur qiling, akalar, men bu yerda qiynalib jazoni o'tab yurgan paytim, meni xotinim tashqarida xiyonat qilayotganmish. Shu payt qorovul kirib keldi. Narsalaringizni yig'ishtiringlar, yangi mahbus olib kelamiz. U kim bo'lishi sizlarga syurpriz bo'ladi. Serjant, buni tartib qoidaga zidligini bilasiz. Biz kim kelayotganini bilishimiz kerak. Ha, mayli, sizlarga sirni ochaman. Sizlarga tanish bo'lgan bir quyon kelyapti. Uni o'rmonda tulki bilan xiyonat ustida ushlab oldik. Ana Yanchar quyon, hammasini so'rab olish vaqti keldi. Mana yana shu to'rt tarafi beton, zax uyimga keldi. Bu orada Yanchar quyon qasosga tayyorgarlik ko'rmoqda. Yanchar, muhimi hayajonlanma va qo'rqmasdan ishini bajar. Ha, men uni hozir mana bu ikkita stolga o'tirishni taklif qilaman. Agar u birinchisida o'tirsa, demak u belkurak bilan oladi. Agar u kolbasa yog'i surtilganga o'tirsa, uni sizlar itarasizlar. Yaxshi o'ylabsan. Uni mana shu stollarni ikkalasiga ham o'tirgiz. Eshik ochildi va u keldi. Yanchar quyon qo'rquvdan dag'-dag' titrayib boshladi. Tanla, qaysi birida o'tirasan? Qaysi birida? Sen qaysi birida o'tirishimni xohlaysan? Quyon bu savolga tayyormas edi. Menimcha u gapira olmaydi-yov. Quyonni organizmi bu savolni ko'tara olmadi shekilli. U meni stolga o'tkazmoqchi edi. Afsuski o'zi duxiga o'tirib qo'ydi.